Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi kunda ba'zi bir odamlar bilgan bilmagan holatda bo'ladi, bo'lmaydi degan gaplarni gapirib borayotganlari qulog'imizga chalinib qolyaptiki, masalan, ibodat islomiyani o'qib turib, o'zini olim sanayotgan, masjidlarda, turli marosimlarda har xil gaplarni gapirib fatvo berishlar bu juda noto'g'ri. Diniy mavzularda bilmasdan turib gapirishni gunohi juda ham og'ir. Mashhur bir haromga halol yoki mashhur bir halolga harom degan kimsa kufrga tushadi. Mujtahid bo'lmagan odamni Qur'oni Karim va hadisi shariflardan o'zi tushungani bo'yicha fatvo berishligi mutlaqo mumkin emas. Chunki 4 mazhabning mujtahidlari turlicha hukm chiqarganlar. Shuning uchun har bir odam o'z mazhabiga ergashishi, o'z mazhabini olimlari bergan fatvolar bilan amal qilishligi kerak. Bilmasdan kitobga qaramay turib, bo'ladi, bo'lmaydi, halol yoki harom degan so'zlarni aytishdan saqlanish kerak. Muborak hadisda keladi, payg'ambar alayhissalom aytadilarki, fatvo berishga eng jur'atligingiz, ya'ni o'tga tushishga ham eng jur'atli bo'lganingizdir deb marhamat qilingan. Haromdan qo'rqmaydigan, gunoh ishlashga jur'at qilgan kimsa johildir. Darhaqiqat johil jur'atkor bo'ladi deyilgan. Ya'ni johil gunoh ishlashdan qo'rqmaydi. Fatvo berishda mas'uliyati juda ham og'ir. Hadis-i shariflarda keladiki, bilmasdan fatvo bergan kimsaga yer osmondagi farishtalar, jami farishtalar la'nat aytadi. Jahannam zaboniylari gunoh ishlagan qorilarga butparastlardan ham ko'proq azob beradi. Chunki bilib turib qilingan gunoh bilmasdan qilingan gunohdan yomonroqdir. Qarang, juda ham bir inson qo'rqadigan hadislar. Yana hadis kelyaptiki, ummatim yomon olimlar, mullalar va johil obidlar, savodsiz ibodat qiluvchilar bularni dastidan halok bo'ladi. Ummatim bularni dastidan halok bo'ladi. Yomonlardan ham eng yomoni yomon olimlardir. Yaxshilarning eng yaxshisi esa yaxshi olimlardir dedilar. Ummatim yomon din xodimlardan judayam ko'p zarar ko'radi dedilar. Sizlar haqda Dajjoldan ham ko'ra buzuq imomlardan ko'proq xavotirdaman degan ekanlar. Ya'ni bir savol so'ralganda bilmaydigan bo'lsa bilmayman, kitoblarga qarashim kerak deb javob topsam aytarman deyish kerak. Bilmayman deb aytish ilmdandir. Chunki hozirgi kunlarda fatvo beradigan mana musulmonlar diniy idoramizda fatvo markazi muntazam ishlab turibdi. Ko'chada to'g'ri kelgan, masalan bir ilmi ma'rifatda yurmagan, bir marta ikki marta hajga umraga borib kelgan odam bir narsani biladi deb ulardan savol qilib so'ramaslik kerak. Uzayr va Zulqarnayn payg'ambarmi yoki yo'q bilmayman. Jabril alayhissalom kelgunicha o'tiriladigan joylarda eng yaxshisi va eng yomoni qaysi ekanligini so'raganlarga bilmayman dedim. Jabroil ham bilmayman dedi. Nihoyat Alloh taolo o'tiriladigan joylarni eng yaxshisi masjidlar, eng yomoni ya'ni yo'llarni bo'yda bir mehnat qilmasdan,
ko'chalarda burchaklarida o'tirganlar dedilar. Ya'ni bilmayman deb aytish ilmdandir. Olimman degan odam johildir. Ya'ni hozir ilmda dengizman deb maqtanib yurganlar ham borligi albatta haqiqatdan uzoq emas. Oxir zamonda olim va ilm kamayadi. Savodsizlik yoyiladi. Savodsiz va bid'at ahli bo'lgan din xodimiman deb noto'g'ri fatvo berib, fitna chiqarib, xalqini to'g'ri yo'ldan adashtiradi. Ummatim yomon din peshvolaridan judayam ko'p zarar ko'radi. Salohiyati bo'lmasdan noto'g'ri fatvo bergan kishi xoinlik qilgan bo'ladi deb marhamat qildilar. Shuning uchun azizlar, qaysi masala bo'lmasin, o'sha fatvo markazidan taniqlik yaxshi yetuk ulamolardan so'rash kerak. Mana ba'zi bir amr ma'ruf qilayotganlarni ko'rsangiz, amr ma'rufida ruhi bor, ta'siri bor. Ba'zi birlari chiqib gapirayotgan bo'lsa, amr ma'rufi chiroylikka o'xshaveradi, lekin ruhi yo'q. Chunki o'sha gapirayotgan odamni o'zi amal qiladi, ibodat qiladi, kitob ko'rgan, taqvosi ham bor. Ana shunday odamlarni topib fatvolarni so'rash kerak. Bo'lmasa, yana qaytar aytaman, o'sha musulmonlar diniy idoramizdan so'ralsa maqsadga muvofiq bo'ladi.